Man chin dildan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bu loyiha mening orzuyim edi. Men bu loyihani amalga oshirishni rejalashtirgan edim. Ya'ni uni real hayotda tatbiq etmoqchi edim. Lekin uni boshlash uchun boshlang'ich byudjetim yo'q edi. Ammo bu tanlovni ko'rib, men bu eng yaxshi imkoniyat deb o'yladim. Tayyorgarlik jarayonida biz ko'plab qiyinchiliklarga duch keldik va xatolarimizni 300 martadan ortiq tuzatdik. Doimiy ravishda fikr, mulohazalar, feedback asosida o'rganib, rivojlandik. Shunday qilib, biz g'olib bo'lganimiz e'lon qilinganda, men bunga ishonmadim. Biz haqiqatan ham chempion bo'lganimizga ishonmadim. Janob Chris Lane va xonim Sandra, doktor Victoria bizni qo'llab-quvvatladilar. Boshqa trenerlar bilan birga bizni biznes ta'limi, konferensiya va treninglar orqali rag'batlantirdilar. Men bundan juda faxrlanaman. Bu tajriba menga ishonch berdi. Va bu treninglar bizning startapimizda keyingi yutuqlarga erishishimizga turtki bo'ldi. Ta'kidlashim kerakki, British Council bizni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatladi va bu aynan kerakli vaqtda kerakli yordam edi. Biz bu ishonchni oqlash uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Men faqat o'zim uchun emas, balki butun jamoam nomidan bu yerda bo'lishdan faxrlanaman. Yana bir bor chuqur minnatdorchilik bildiraman. Sizlarning oldingizda turish men uchun katta faxrdir. Va men chin dildan bu ilhomlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi jamoaning bir qismi bo'lganimdan baxtiyorman. E'tiboringiz va tinglaganingiz uchun samimiy minnatdorchilik izhor etaman.